Menimcha Jinvuda soya askarlari borligini hamma biladi, lekin 10 milliondan ko'pligini ko'pchilik bilmaydi. Ajdarlar, devlar, titanlar va chumolilar. Bulardan nima foyda bor? Qaysi birini qayerda ishlatsa bo'ladi? Aslida Jinvuning eng kuchli askari kim? Aynan manzildasiz. Video davomida askarlarni 10 dan 1 gacha baholaymiz va savollarga javob topamiz. Bunday videolar YouTube'da juda ham kam. Shuning uchun hoziroq super muxlisga obuna bo'lib qo'ying. O'ninchi o'rin. Kaizel. U elita ritsar darajasidagi soya. Chunki Kaizel ham soyaga aylanishdan oldin iblislar monarxi baronning qo'l ostida bo'lgan. So'ng Jinvu ham Kaizeldan asosan uzoq masofaga tez yetib borish maqsadida foydalangan. Lekin Kaizelda tankda yo'q bo'lgan chaqmoq purkash qobiliyati bor. Chaqmoqli zarba berish, uchish orqali Kaizel ko'plab sonli dushmanlar bilan osonlik bilan jang qila oladi. 9-o'rin. Iron. Soyalarning deyarli hammasi maxluqlar, lekin Iron o'tgan hayotida A rangli ovchi Kim Chul bo'lgan. Kim Chul sovuq va ochlikdan aqlini yo'qotadi. U barcha muammolarda Jinvuni ayblab, unga hujum qilmoqchi edi, lekin Igrisni qilichidan o'lim topdi va Ironga aylandi. Iron elita ritsar darajasidagi soya, qalqon va katta hajmli boltadan foydalanib jang qiladi. Jima bilan taqqoslaganda biroz zaifroq ko'rinishi mumkin, lekin Ironning qanchalik kuchli ekanligini oliy orklarga qarshi jangda ko'rganmiz. 8-o'rin. Jima ko'rinishdan ilonsimon ajdarga o'xshaydi, biroq Kaizel va tankdan farqli, Jima jang mahorati va Aquamanning 3 tig'li nayzasidan foydalanib jang qiladi. Qo'shimcha qobiliyat esa u mana kuchidan foydalanib o'z tanasining hajmini kattalashtirishi mumkin. So'ng Jinvu Yaponiyani devlar hujumidan qutqarish uchun borganida, Jima devlarga qarshi birinchilardan bo'lib jangga kiradi. Jima yuqori jismoniy kuchga ham ega. Buni devlarning bir zarbada qulatganidan ham bilishimiz mumkin. 7-o'rin. Min Byongyu. Jeju orolidagi missiyada qatnashgan ovchilar orasida Byongyu eng kuchli ma'naga ega S rangli ovchi hisoblangan. Ovchilar qirolichasi bilan jang davomida ham u yerga yetib borguncha ham ular faqat Byongyuning davolash sehri tufayli tirik qolishdi. Jinvu Byongyuni faqat Chayxonimni tiriltirish uchun soyaga aylantirdi. Agar uni ozod qilish o'rniga Task kabi kuchli artefaktlar bilan jihozlab, janglarda foydalanganida, Byongyu barcha soya askarlarini charchoq va jarohatlardan saqlab qolardi. Soya askarlari o'ldirilsa, ularni qayta tiklash uchun Jinvudan mana talab qilinadi. Byongyu esa soyalarni o'lmasligi yoki undan ham kuchliroq bo'lishi uchun hissa qo'shgan bo'lardi. Aytgancha, bo'lajak studentman, shu uchun video ostidagi havolaga bosib, tirikchilik.uz saytiga kirib, kanalga xohishingiz summani donat qilishingiz mumkin. 6-o'rin. Grid. Grid general darajasidagi soya askari. Jangda qurolsiz, ammo yuqori jismoniy kuch va chidamlilikdan foydalanadi. Grid soyaga aylanishdan oldin S rangli ovchi bo'lgan. Uning ismi Hwang Dong-su. Oq yo'lbars gildiyasi darvozasi ichida gildiyaga aloqasi bo'lmagan E rangli axlat nima qilib yuribdi? Jinvuni aytolma. Hwang Dong-su 2-mavsumda Yaponiyaga Jinvuni ketini yorish maqsadida kelgandi, lekin kelasi mavsumda ular jang qilishadi. Biroq buni jang deb ham bo'lmaydi. Jangda 2 kishi urishadi. Bu yerda faqat 1 kishi zarba berdi. Bu jangda Hwang Dong-su halok bo'lib, Grid nomli soyaga aylandi va Jinvuga ajdarlar monarxiga qarshi jangda yaxshigina yordam beradi. 5-o'rin. Task. 2-mavsumda Jinvu oliy orglar afsungari Kargalgan bilan jang qiladi. Kargalganning mana quvvati Jinvuni hayratda qoldiradi. U shu vaqtgacha bunday qudratli mavjudotlar borligini bilmasdi. Kargalganni soyaga aylantirish uchun bir necha marta urinib ko'rishga to'g'ri kelgan. Bunday holatlar kamdan kam uchraydi. Unga Task deb nom beradi. Task deyarli barcha asosiy janglarda qatnashgan. Uning ko'rlik madhiyasi, gravitatsiya o'zgarishi, olovli ajdar madhiyasi va himoya madhiyasi kabi afsunlari soyalar qo'shinini har tomonlama qo'llab-quvvatlab, g'alabaga hissa qo'shadi. 4-o'rin. Xonrang Igris. Bu video meni solishtirishim, meni shaxsiy fikrimdan kelib chiqib tayyorlangan. Lekin sizning fikringiz ham juda ham muhim. Shuning uchun o'zingizni eng kuchli bo'lgan top 5 ta soya askaringizni izohlarda yozib qoldiring. Balki siz aytgan askarni o'rganib chiqishim va kelasi videolarda qo'shib ketishim mumkin. Soyalar ichida alohida e'tibor berilishi kerak bo'lgan askar. U marshal darajasida va Jinvuning birinchi tiriltirgan soyasi hisoblanadi.
Tashqi ko'rinishi haqiqiy ritsarlardek, sovut, dubulg'a va yopinchiq. Jinvu Igrisga iblislar monarxi Baronning qilichini beradi. Bu qilich Igrisga chaqmoq sehrdan foydalanishga imkoniyat yaratadi. Igris yuqori darajali qilichboz va u o'tmishda Ashboron bilan hukmdorlarga qarshi jangda ham qatnashgan. Ashboron nafaqaga chiqishdan oldin Igrisni taxt xonasiga joylashtirib, qudratini muhrlab qo'ygan. Biroq kelasi mavsumlarda Igrisning muhri ochiladi va u haqiqiy kuchini ko'rsatadi. 3-o'rin Beru. Beru umuman askar emas. U haqiqiy qotillik, o'lim va komediya mashinasi. Jeju orolida ona chumoli, chumolilar qirolligi faqat va faqat o'ldir deb tarbiya bergan. Chumolilar qiroli S rankli ovchilarni umuman qiyinchiliksiz qiymalab tashlay oladi. Jinvu qirolni yengib, uni soyasiga Beru deb nom beradi. Beruning birinchi topshirig'i chumolilar qo'shinini yo'q qilish edi. Beru bir necha soniyalarda 100 minglab chumolilarni yo'q qiladi. Beru keyingi mavsumlarda ham deyarli hamma asosiy janglarda oldi qatorlarda jang qiladi. Devlarga qarshi, murdalarga qarshi, monarxlarga va Antaresga qarshi urushlarda ham uning hissasi katta bo'ladi. Mantiqan Beru hali yosh bola. U televizordagi koreys filmlarini ko'rib, balandparvoz gapirishni o'rgangan. Lekin uni ongida hali ham faqat va faqat o'ldir buyrug'i saqlanib qolgan. 2-o'rin Belion. Belion uzoq tarixdan beri Ashboronga xizmat qilib kelgan eng qadimgi va eng kuchli soyalardan biri. U Ashboron tomonidan birinchi bo'lib soyaga aylantirilgan hukmdor askari hisoblanadi. Belionning shaxsiyati juda ham sokin. U deyarli hech qachon his-tuyg'ularini namoyish qilmaydi. Ammo uning sadoqati va jang mahorati shunchalik yuqoriki, u o'z hayotini so'zsiz Jinvuga bag'ishlashga tayyor. Belion ulkan qora qanotlari yordamida osmonda uchishi mumkin. Uning asosiy quroli ultra kattalikdagi qilich. U nafaqat kesish, balki qamchi sifatida foydalansa bo'ladi. Bu esa uni yaqin masofada ham, o'rta masofada ham o'ta xavfli jangchiga aylantiradi. Belion shunchalik kuchliki, uni yolg'iz o'zi monarxlarga qarshi birga-bir jang qilishi ham mumkin. 1-o'rin O'zim. Jinvu monarxlarni yengdi, lekin bu olam endi ma'budsiz qoldi. Boshqa olamlarning ma'budlari bu olamni egallash uchun tinimsiz hujum qilishadi. Jinvu ularni yengib, yerni himoya qiladi va o'z qo'shinini kengaytiradi. Boshqa olamdan kelgan askarlar orasida Supermolis nomli jangchi bor edi. Jinvu barcha maxluqlarni darajasini ko'ra oladi, lekin uning darajasi noma'lum edi. Bu askar qo'lidagi halqalar orqali olamlar aro portal ochib, ma'budlar lashkarini boshqaradi. Belionning qamchisimon qilichi unga foyda bermaydi, chunki u ham halqalardan foydalanib, qamchi, quvvat oshirib zarba berish, havoda qadam tashlash va boshqa ko'plab usullardan foydalana oladi. Igris ham, Belion ham muxlisni yenga olmagani uchun Jinvu u bilan o'zi jang qiladi. Jangdan so'ng Jinvu: "Bu yigit Antares darajasida kuchli edi. Yo'q, undan ham kuchliroq." Siz ham hayotingizni qiziqarliroq qilishingiz mumkin. Buning uchun kelajakka katta maqsadlar qo'ying va Super Muxlis kanaliga obuna bo'ling. Multfilmlar, animalar, o'yinlar, shu kabi qiziqarli narsalar bizning Telegram kanalimizda bor. Video ostidagi havola orqali o'tib, obuna bo'lib qo'ying. Bugun maza qilib gaplashdik. Kelasi videolarda ko'rishguncha.